Hech o'ylab ko'rganmisiz? Korxonangiz balansida turgan o'sha milliardlab so'mlik aktivlar rostdan ham aytilgan narxiga arziydimi? Agarchi bozor kutilmaganda o'zgarib ketsa yoki texnologiyangiz bir kunda eskirib qolsa, bu katta yo'qotishlarni hisobotda qanday qilib to'g'ri ko'rsatish kerak? Va eng qizig'i, nima uchun dunyodagi eng yirik kompaniyalar inqiroz paytida go'yoki osmondan tushgandek birdaniga milliardlab dollar zarar e'lon qilib yuboradi? Agar shu savollar sizga qiziq bo'lsa, demak siz to'g'ri joydasiz. Chunki bugun biz aynan shu jumbuqlarga javob topamiz. Biz aktivlarning qadrsizlanishi nima ekanligini va bu qoidalar nima uchun sarmoyadorlar ishonchi va bozor shaffofligi uchun bunchalik muhim ekanligini chuqur tahlil qilamiz. Va eng muhimi, qaysi aktivlar hech qanday belgi bo'lmasa ham har yili istisnosiz majburiy tekshiruvdan o'tishi shartligini aniq misollar bilan ko'rib chiqamiz. Bu shunchaki quruq nazariya emas, bu xalqaro moliya standartlarining amaliyotdagi jonli ko'rinishi. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Moliya va buxgalteriya olamining bilimdon tomoshabinlari. Tahlilimizga xush kelibsiz. Bugun biz siz bilan to'g'ridan-to'g'ri xalqaro moliya hisoboti standartlari, ya'ni IFRS olamiga sho'ng'iymiz. Keling birgalikda 36-sonli aktivlarning qadrsizlanishi deb nomlangan standartning eng muhim jihatlari bilan yaqindan tanishamiz. Yaxshi, keling ishni boshlaymiz. Xo'sh, qadrsizlanish deganda o'zi nimani tushunamiz? Keling, bu tushunchaga xalqaro standart qanday aniq va lo'nda ta'rif berishini ko'rib chiqaylik. Xalqaro standartning asosiy qoidasi ham juda oddiy, ham nihoyatda mantiqiy. Eshitib oling, korxona balansidagi hech bir aktiv o'zining qoplanabilgan qiymatidan, ya'ni kelajakda undan kelishi mumkin bo'lgan real pul oqimidan yuqori baholanmasligi kerak. Bu ishonchli moliyaviy hisobotlarning oltin qoidasi desak ham bo'ladi. Mana bu slaydda o'sha qoida juda sodda qilib ko'rsatilgan. Qarang, agar aktivning balans qiymati, ya'ni hujjatdagi narxi, uning qoplanadigan qiymatidan, ya'ni uni sotish yoki ishlatishdan keladigan puldan oshib ketsa, tamom, demak bu aktiv qadrsizlangan. Oradagi farq esa bu sizning to'g'ridan-to'g'ri zararingiz. Albatta, bu qoida ko'pchilik asosiy vositalar va nomoddiy aktivlarga tegishli, lekin har doimgidek istisnolar bor. Masalan, ombordagi tovarlar yoki kechiktirilgan soliq aktivlari bu qoidaga bo'ysunmaydi. Nega deysizmi? Chunki ular uchun xalqaro standartlarda alohida o'zlariga xos hisoblash usullari belgilab qo'yilgan. Hurmatli do'stlar, agar ushbu ma'lumotlar sizga foydali bo'layotgan bo'lsa, ushbu bilimlarni sizga berish uchun mehnat qilayotgan video ijodkorlari uchun like bosib qo'ying. Va bundan-da sifatli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishni unutmang. Yaxshi, juda muhim savol. Korxona o'z aktivining qadrsizlanganini qachon va qanday bilib oladi? Shunchaki taxmin qiladimi? Albatta yo'q. Standartga ko'ra, har bir hisobot davri oxirida kompaniya o'z aktivlarini maxsus belgilarga, ya'ni signallarga tekshirib chiqishi shart. Keling, bu signallar nimalardan iborat ekanini ko'rib chiqamiz. Standart bu belgilarni ikkita katta guruhga ajratadi: tashqi va ichki belgilar. Nomidan ham ma'lum, tashqi belgilar kompaniya nazoratidan tashqarida sodir bo'ladi. Ichki belgilar esa bevosita kompaniyaning o'z faoliyatida yuz beradi. Keling, tashqi belgilardan boshlaymiz. Tasavvur qiling, sizning vatan ishlab chiqarish korxonangiz qimmatbaho uskuna sotib oldi, lekin kutilmaganda bozorda xuddi shunday uskunalarning narxi keskin tushib ketdi. Yoki yangi texnologiyalar paydo bo'ldi, qonunchilik o'zgardi va hattoki Markaziy bank foiz stavkalarini oshirib yubordi. Bularning barchasi sizning aktivlaringiz qiymatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan jiddiy tashqi signallardir. Endi ichki belgilarga o'tamiz. Bular korxonaning o'zida yuz beradi. Aytaylik, zavoddagi uskunaga jismoniy shikast yetdi yoki u muddatidan oldin eskirib, kamroq ishlatila boshlandi. Eng muhimi, uskuna keltirayotgan iqtisodiy foyda dastlabki biznes rejadagi prognozlardan ancha past bo'lib chiqdi. Ana shunday belgilarni ko'rsangiz, demak aktivni zudlik bilan qadrsizlanishga tekshirish vaqti keldi. Endi esa diqqat qiling, juda va juda muhim bir istisnoga o'tamiz. Bu qoida boyagi belgilar bor yoki yo'qligidan umuman qat'iy nazar ishlaydi. Diqqat! Shunday aktivlar borki, ular uchun yuqorida aytilgan belgilarning bo'lishi shart emas. Xalqaro moliya standartlari bu turdagi aktivlarni har yili istisnosiz qadrsizlanishga tekshirishni qat'iy talab qiladi. Hech qanday bahonaga o'rin yo'q. Xo'sh, bular qanday aktivlar deysizmi? Birinchidan, bu xizmat qilish muddati cheklanmagan nomoddiy aktivlar, masalan, muddatsiz litsenziyalar yoki mashhur brendlar. Ikkinchidan esa eng muhimi goodwill. Goodwill nima? Sodda qilib aytganda, bu boshqa bir korxonani sotib olayotganda, uning aktivlari qiymatidan yuqori to'langan qo'shimcha summa. Ya'ni siz uning obro'si, mijozlar bazasi va kelajakdagi potensial uchun pul to'layapsiz. Aynan mana shu ikki turdagi aktivlarning qiymati har yili qat'iy tekshirilishi shart.
Mana shunday do'stlar, bugungi tahlilimizda biz nima va qachon degan savollarga javob topdik. Keyingi sonimizda esa mavzuning eng qiziqarli va amaliy qismiga o'tamiz, ya'ni qanday degan savolga. Qoplanadigan qiymatni hisoblash formulasi qanday ishlaydi va millionlab so'mlik zararlar hisobotda aniq misollar bilan qanday aks ettiriladi? Ishoning, keyingi tahlilimizni o'tkazib yuborishni xohlamaysiz. Keyingi darsimizga o'tishdan avval, keling bugungi mavzu bo'yicha bilimlaringizni sinab ko'ramiz. Sizga kichik bir vaziyat. Zamin korxonasining ombori bor. To'satdan shahar rejasidagi o'zgarishlar tufayli ombor joylashgan hududdagi ko'chmas mulk narxlari keskin tushib ketdi. Omborning o'ziga hech qanday jismoniy zarar yetmagan. Savol: bu holat qadrsizlanishning tashqi belgisimi yoki ichki belgisimi? Javobingizni hoziroq kommentariyada yozib qoldiring. To'g'ri va eng tezkor javobni topgan dastlabki 3 ta ishtirokchining ismini keyingi videoda e'lon qilamiz. Fikrlaringizni kutib qolaman. Keyingi videoda ko'rishguncha. Agar video yoqqan bo'lsa, like va obuna bilan bizni qo'llab-quvvatlash esingizdan chiqmasin. Biz bilim beramiz, sizdan esa ozgina e'tibor kifoya. Omon bo'ling.